Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 4-oyning 29-kuni payshanba. Muborak Ramazon oyining 17-kuni. Hammalarning shu vaqtda xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Germaniya Baş Ministri Merkel xonimning Xitoy Baş Ministri Li Keqiang bilan 28 aprel kuni o'tkazgan suhbat yig'ini jarayonida Uyg'urlar masalasini tilga olmaganligi va suhbatdan keyin ikki taraf tashqi ishlar ministrlari e'lon qilgan o'rtaq bayonotda Uyg'urlar masalasiga o'rin berilmaganligi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va g'arb matbuotlarining kuchli tanqidiga uchradi. Germaniya bilan Xitoy o'rtasida o'tkazilgan bu qitimqa 6-navbatlik yuqori darajaliklar suhbatidan bir kun burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Germaniya Bosh ministri Merkel xonimdan Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Xitoy hukumatiga besim ishlatishni. Shundaqla bu qitim Xitoyning Bosh ministri Li Keqiang bilan suhbat o'tkazganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini bevosita o'tirib qo'yishni talab qilgan va bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning biz Merkel xonimdan bu qitimqi suhbat jarayonida kishilik huquq masalasini savdo manfaatlaridan ustun ko'rib, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotganlik masalasida Xitoyni bevosita holda ayblashini umid qilamiz degan so'zlarga o'rin berilgan edi. Germaniya matbuotlarida ko'rsatilishicha Merkel xonim Li Keqiang bilan o'tkazgan suhbati jarayonida Xitoyning kishilik huquq xotirasini tanqid qilgan va Hong Kong masalasini tilga olgan bo'lsa-mu, afsuski navbatda butun g'arb dunyosida eng og'ir kishilik huquq masalalarining biri deb qaralgan Uyg'urlar masalasini tilga ilishdan o'zini qochirgan. Bu qitimqi ikki taraf suhbatiga ikki davlatning bosh ministrlari va har qaysi ministrliklarning ministrlari qatnashgan bo'lib, Merkel xonim suhbat jarayonida qilgan so'zida kishilik huquq masalasida, bo'libmi Hong Kong masalasida Xitoy bilan Germaniya o'rtasida ixtilof borligini, ikki taraf kishilik huquq jihatdagi bu xil ixtiloflarni hal qilish uchun Germaniya bilan Xitoy o'rtasida tez vaqt ichida maxsus kishilik huquq dialogi elib berishi lozimligini, bu masalani ikki davlatning qonun organlarining o'rtaq holda hal qilishi lozimligini ta'kidlagan. Xitoy bosh ministri Li Keqiang suhbatda qilgan so'zida yana konu muqomini to'lab, ikki tarafning o'zaro barobarlik va bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik prinsipi asosida hamkorlikni kuchaytirishi lozimligini ta'kidlagan. Fransiyaning bosh ministri Macron bu yil 2-oyning oxirida Xitoyning davlat raisi Xi Jinping bilan suhbat elib borganda Uyg'urlar masalasini tilga olmaganligi sababli kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiga uchragan edi. Kuzatuvchilar Germaniya bosh ministri Merkelning bu qitim Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan o'tkazgan suhbati jarayonida Uyg'urlar masalasini tilga olmaganligini nihoyatda og'ir siyosiy xatolik deb qaramoqda. Chunki Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik masalasi navbatda butun g'arb ellari uchun eng og'ir kishilik huquq masalalarining biri bo'lib, bu sababdan g'arb ellari tomonidan Xitoy Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb to'nib orqa-orqadan maxsus qarorlar qabul qilinayotgan bir paytdami, ya'ni Germaniya bosh ministri Merkelning Uyg'urlar masalasini tilga ilishdan o'zini qochirishi Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining Xitoyga qarshi shakllantirgan birlik sepini ojizlatish va parchalash rolini o'ynaydi. 16 yildan buyon Germaniyaning bosh ministri bo'lib kelgan Merkel xonimning vazifa o'tash muddati bu yil 9-oyda o'tkaziladigan umumiy saylamda oxirlashadi. Merkel bu navbatlik saylamda qayta nomzod bo'lmaydiganligini xeyli burunli e'lon qilgan edi. Germaniya bilan Xitoy o'rtasida o'tkazilgan yuqorqi suhbatdan keyin Germaniyalik tarixchi Bedulunu Globitning Germaniya matbuotlariga qilgan Uyg'urlar masalasi sababli Yevropa birligi bilan Xitoy o'rtasida o'zaro embargo qo'yilyotdi. Afsuski Uyg'urlar bilan dindosh va qondosh bo'lgan Turkiya, Iran, Misr, Saudiya Arabiston qatorliq musulmon davlatlari Uyg'urlar masalasida hozirgacha sukut qilib turyapti. Ahvol shundoq ekan, nemishqa biz Yevropaliklar yana Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi oldin hisobga o'tib olamiz degan bayonlari kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Ba'zi analizchilar uning bu bayonlarini Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik oldida quliqini yopirib olib sukut qilib turayotgan islom ellariga ko'rsatilgan bir norozilik deb qarasimi, ammo uning bu xil bayonotlarining Yevropa birligining eng asosli qimmat qarashlari hisoblangan demokratiya va kishilik huquq prinsiplariga xilof keladiganligini ta'kidlashmoqda. Germaniya bosh ministri Merkel xonim bilan Xitoy bosh ministri Li Keqiang suhbat elib borgan 28 aprel kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Yevropa Sharq Turkiston birligi va Ilhom to'xtini qo'llash guruhi qatorliq tashkilotlar birlikda Germaniya Bavariya o'lkalik hukumatining iqtisod va taraqqiyot ministrligi binosi oldida namoyish uyushtirib, Xitoyning Myunxen shahridagi konsulxonasi bilan Bavariya o'lkalik hukumat tomonidan birlikda boshlatilgan bahor festivali faoliyatiga norozilik bildirdi.
Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida navbatda Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan. Millionlagan Uyg'urlar jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga band qilingan. Sonsizlagan norisida bolalar ota-onalaridan va oilasidan majburiy ayirib etilgan mushundaq ichinishlik bir vaziyat ostidami, ya'ni Germaniya Bavariya o'lkalik hukumatning Xitoy bilan birlashib bahor festivali o'tkazishining insoniy vijdonga sig'maydigan xato bir harakat ekanligini ta'kidladi. Namoyish jarayonida so'z qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon va Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon qatorliqlar navbatda Germaniyaning Bavariya o'lkasida siyosiy panohlik bilan yashayotgan mingdan ortiq Uyg'urning vatandagi oilalari va urug' tuqqan, tonish bilishlar bilan bo'lgan aloqasining uzilganligini, xeyli ko'plarining vatandagi urug' tuqqanlarining Xitoyning ziyonkashligiga uchrab turmalarga va jazo lagerlariga qamalganligini, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligining va boshqa jinoiy qilmishlarining yuqori pallaga chiqqanligini xotirlatib o'tish bilan birga, Bavariya o'lkalik hukumatni va Myunxen shaharlik hukumatni Xitoyning ta'tir tashviqotlariga oldinib, bexutlashib qolmaslikqa va Xitoyning o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlash uchun yaqindan buyon dunyo miqyosida boshlatgan saxta va yolg'on tashviqot harakatiga sherik bo'lib qolmaslikka chaqirdi. Mazkur namoyishning Germaniya bosh ministri Merkel xonim bilan Xitoy bosh ministri Li Keqiang suhbat ilib borgan kunga to'g'ri kelishi diqqat qo'zg'adi. Amerika Kishilik huquq fondi, Harvard Universiteti Kishilik huquq gruppasi, Yahudiylar Uyg'ur erkinlik harakati, Harvard Kennedy maktabi Kishilik huquq siyosiy tadqiqot markazi, Harvard Qonun instituti Kishilik huquq tashabbuschilar harakati qatorliq organlarning birlikda uyushtirishida 22 aprel kuni boshlangan 21 asrdagi irqiy qirg'inchilik Uyg'ur krizi nomli bir haftalik muhokama yig'ini 27 aprel kuni muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Mazkur yig'inda chet ellik mutaxassislar va Uyg'ur aktivistlar mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, lager va majburiy emgak tuzumi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan dinsizlashtirish, naslini quritish, xitoylashtirish, madaniy meroslarini yo'q qilish siyosati qatorliq keng mazmunlarda ilmiy muhokama va analiz ilib berilish bilan birga, Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini to'sib qilishning xalqaro jamoatchilikning navbatdagi eng jiddiy majburiyatlarining biri ekanligi ta'kidlandi va Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellardan Xitoyga qaratgan besim va jazolash tadbirlarini yanada kuchaytirish talab qilindi. Mazkur muhokama yig'inining 27 apreldagi suhbatdagi Dunyo Uyg'ur qurultiyining programma yetakchisi Zumrat Erkin, Amerikadagi Uyg'ur aktivistlardan advokat Rayhan Asad, Iroda Qashqari, Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom, Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiri Gulchehra G'o'ja qatorliqlarni alohida taklif bilan qatnashib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida guvohlik berdi. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan majburiy emgak tuzumi va uning mohiyati haqida nuqtaliq to'xtalgan Zumratay Erkin xonim, hozirgacha Uyg'ur majburiy emgakidan naf ilayotgan chet el shirkatlarini Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan jinoiy qilmishlariga sherik bo'lish bilan aybladi. Germaniyalik tonilgan tarixchi va jurnalist Theo Sommer apandimning Germaniyada nashrdan chiqadigan Zaman gazetida 27 aprel e'lon qilgan va Uyg'urlar masalasi asosiy tema qilingan axloq bilan manfaat orasida nomli cho'ng hajmlik maqolasi kuchlik inkas qo'zg'adi. Axloq bilan manfaat orasida nomli mazkur maqola mundaq boshlangan. Xitoyni Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan ayiblash faqat simvol xarakterlik bir siyosatdir. Agar birov buningdan bir natija ko'zlasa, konkret savollarni o'tirg'a tashlab, uningga konkret javoblarni berishi lozim. Hozir bir madaniyat yo'qolyotdi. Musulmon Uyg'urlar chin yurikidan cho'nqur o'zgarish yasab, o'zlarining axloqidan va o'zgarish odatidan voz kechishga majburlanyapti. Ularning kundalik hayoti, islomiy odatlari, chet el sayohati va chet el bilan bo'lgan aloqasiga doir barliq uchurlar Xitoyning sonliq ma'lumotlari ombiriga qochilandi. Imomlar bo'shitildi, masjidlar chaqildi. Millionlagan Uyg'urlar oylab, hatto yillab qayta tarbiyalash lagerlariga qamilib, mingga yuyish operatsiyasiga duch keldi. Ular Xitoycha o'rganishga va Xitoyning tugumas tashviqot filmlarini ko'rishga majburlandi. Nurg'unlagan tutqunlar keyinchi majburiy emgakka mahkum qilindi. Bu xil siyosatning ayollarga bo'lgan ta'siri odatdan tashqari zo'r bo'ldi. Theo Sommer apandi maqolasida agar Germaniya Xitoyni jazolamoqchi bo'lsa, haqiqiy o'limi bo'ladigan konkret tadbirlarga murojaat qilishi lozimligini ilgari surdi. U mundaq deydi: Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblash faqat simvol xarakterlik siyosatdir. Bu Germaniya parlament a'zolarining vijdon azobini yengillatishda ishga yaraydi. Ammo buning haqiqiy bir unumi bo'lmaydi. Agar siz Xitoyga rostli ta'sir ko'rsataman desangiz, konkret tadbirlarga murojaat qilishingiz lozim. Masalan, Xinjiangni Germaniya Xitoy savdosidagi ta'minlash zanjiridan qanchalik uzoqlashtira olamiz? Beijingning bu sababli bizning shirkatlarimizga yurgizadigan jazolarni qabul qilish uchun qanday tadbirlarni ilishimiz kerak? Xitoyning Yevropaga soladigan mablag'larini qanday cheklay olamiz?
Hatto uni rad qilib, qandaq baholani oldingi shart qilib qo'ya olamiz. Buningdan boshqa, Beijingning ta'sir kuchini kengaytirish uchun xizmat qiladigan Xitoyning yiroqqa so'zilgan uzun qo'li bo'lgan Germaniyadagi Kunzi institutlarini va Xitoyning o'quvchilar uyushmalarini taqash kerakmi yo'q? Bu normal ilmiy aloqa va hamkorliklarga ta'sir ko'rsatamdi qandaq. Bizning tanharakatchilarimiz Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilsa qandaq bo'ladi? Tiyosumar apandi navbatdagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi vaziyatining demokratiya dunyosini oliyjanob milliy prinsip bilan manfaat o'rtasidagi to'qinishni muvofiq hal qilish ustida izlanishga qistavotganligini eskartib o'tgandan keyin maqolasini mundaq jumla bilan xulosalaydi. Biroq qachonla bo'lmasin biz axloq bilan manfaat o'rtasidagi to'qinishga duch kelganda qabul qilishga bo'lmaydigan narsalarni qanchalik qabul qilish lozimligi yoki cho'qim qabul qilish zarurligi haqida hamon bir qaror chiqarishga majburmiz. Maxsus olimpik kiyim-kechaklarni ishlab chiqaruvchi Anta shirkatining yaqinda o'zlarining Sharq Turkistondan chiqqan paxtalarni davomli ishlatadiganligini jakarlashi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchradi. Axios xabarlarining 28-aprildagi maqolasida ko'rsatilishicha Xitoydagi Anta shirkati 2019-yil Xalqaro olimpik komitetining havolasi bo'yicha Tokio olimpik musobaqasi va Beijing qishliq olimpik musobaqasi uchun tanharakat kiyimlari, jumladan oyoq va boshqa lozimatliklarni tikishni ko'tara ilib olgan ekan. Ular shu yili xalqaro paxta ishlab chiqarishini kuzatuvchi organ bo'lgan yaxshi paxta plani tashkilotiga a'zo bo'lgan hamda bu organning mashg'ulot qoidasi bo'yicha ish ko'rishga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo ular yaxshi paxta planining Sharq Turkistondagi paxta ishlab chiqarishiga bog'langan paxta mahsulotlarini ishlatishni ma'ni qilish haqidagi ko'rsatmasini bir yoqqa qo'yib qo'ygan. Maqolada ko'rsatilishicha, ular yaqinda e'lon qilgan yozma bayonotida biz Xinjiangdan chiqqan paxtalarni ishlatib kelyapmiz. Kelgusida davomli shunday qilamiz degan. Nike va Adidas qatorli xalqaro shirkatlar orqa-orqadan Sharq Turkistondan chiqadigan paxtani ishlatishni rad qilgandan keyin Xitoy iste'molchilari o'zlarining qaltis vatanparvar ishkanligini ko'rsatish uchun bu markalarni boykot qilgan hamda Anta mahsulotlariga yuzlangan. Obzorda Xitoy hukumatining millatchilik xohishini ko'zir qilib, eng aqalli kishilik haqlarni himoya qilgan shirkatlarni jazolashidek razil qilmishi ayblanib, bu hol Xitoy Kompartiyasining dunyodagi kishilik huquq o'lchamlariga mislsiz xiris paydo qilayotganligining bir ifodasi deyiladi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qaytimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.